yuzga chiroyli holatda yaxshi niyatda fasad qildirdingiz, lekin hamma mana shunaqa kraskada sevgan qizini nomini yozib ketyapti. Undan tashqari mana shunaqa loy surkayapti, arsiz ham ketmayapti, kraskangiz o'yilmayapti yoki loyingiz ketmayaptimi? Nima qilishni bilmayapsizmi fasadingizga? Mana sizga yechimi. Mana sizga yechimi do'stlar, xohlasangiz loy surking, xohlasangiz sevganingizni otini yozing. Farqi yo'q. Eng qizig'i bitta shlankani olasiz, shunday holatda bo'ladi, toza holatda. Bitta shlankani olib turib, xuddi burchatgani yuvganga o'xshab turib, devoringizni bemalol yuvsangiz bo'lar ekan. Bu 20 yilga garantiyali, ya'ni Kartamira fasondagi marmarino mahsuloti bo'ladi. Bu travertin bilan do'stlar umuman buni adashtirmanglar. Ya'ni travertindan farqi do'stlar, ikkisiloy marmarino, ikkisiloy jemshuk, ikkisiloy polirovka qilingan bo'ladi. Eng qizig'i ushbu xonadonga qilib berishibdi. 1 kvadratini 100 ming so'mdan qilib berishgan. Bu narxlarda ichida foydasidan oldim desam, mana shunaqa tiyagasi, usta haqqi mutlaqo bepul ekan. Bu narxlarda ichida O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustonovka, usta haqqi mahsuloti, lesasi, miqi, shurup hamma yo'g'i bepul bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan narsa yeb, ichish, yotog'ini qilib bersalar ham bo'ldi. Bitta bileskiga baho berib bersizlar, zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastga qoldiring. Agar travertin qildiraman desam, 1 kvadratini 90 ming so'mdan qilib berishyapti ekan.